Botaboyev Muzaffar 20 yil xorijda ishlab, yurtiga qaytgach, Suvli Ariq mahallasida tomorqachilikni zamonaviy yo'lga qo'ydi. Tomchilatib sug'orish usulini joriy etib, suv tanqisligi muammosiga yechim ham topdi. Hozirda qulupnay yetishtirib, qo'shimchasiga biogumус ishlab chiqarmoqda. Natijada hosildorlik oshib, daromadi barqaror manbaga aylanmoqda. Ariqni suvini oladigan bo'lsak, umumiy yerga to'liq ketadi. Ayniqsa qumlik, bizning yerlari qumlik. Qumli yerga u aytmaydi. Nimaga? Ketayotganda bitta joyda agar shilqim ko'p bo'lsa, namlikni ko'proq tortib oladi u. Va dori-darmoningiz hamma tasha ketib qolishi mumkin. Sizga doringiz tugagan paytda kelgan suv, dorisiz suv kelishi mumkin. Yozyovon tumanida aholi tomorqadan samarali foydalanishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Zamonaviy sug'orish usullari joriy etilishi natijasida suv tejalishi va hosildorlik oshishi ta'minlanyapti. Suvli Ariq mahallasida yashovchi Muzaffar Botaboyev xorijda ishlab qaytgach, tomorqachilik sohasini tavakkal boshladi. Men o'zim 20 yil davomida xorijda musofirlikda yurib, u yoqlarda o'sha qurilish sohasida ishladik. O'zimga o'zim savol berdim, o'ylab, qachongacha bu holda yurasan Muzaffar? Vataningga qayt, oila bola chaqangga, umringni gul davrini o'tkazyapsan musofirchilikda dedimda. Vatanimga qaytdim. Ilgari suv muammosi sababli yerdan kam samara olgan bo'lsa, hozirda u 2 sotix yerda issiqxona tashkil etib, tomchilatib sug'orish tizimini joriy qildi. Qulupnaychilikda ham prezidentimizning tashabbuslari bilan o'sha tomchilab sug'orishlik, shu yangicha texnologiyalar orqali o'sha dehqonchiliklarda olishga o'sha men ham shu yo'lga orqali o'sha tomchilab sug'orib, suvni, tabiiy resurslarni uvol qilmagan holda samarali dehqonchilik olishni yo'lga qo'yishni o'ylab, butun tomorqani hammasini tomchilab sug'orish orqali dehqonchilikni boshladik. Xonadonda qulupnay yetishtirish yo'lga qo'yilib, yillik daromad 50-60 million so'mga yetmoqda. Tomchilatib sug'orish, suv tejash, hosildorlikni oshirish va vaqtni samarali tashkil etish imkonini beradi. Ariqdan kelgan suvda endi to'g'ri tabiiy o'g'itlar bor ariq suvida, lekin tomchilab sug'orishlikda bergan o'g'itingizni o'simlik o'ziga oladi, boshqa yoqqa isrof bo'lmaydi. Tomiriga to'g'ridan to'g'ri tomiriga yetib boradi. Ildiz orqali o'simligimiz o'sha bergan o'g'itimizni isrof qilmagan holda o'ziga oladi. Suv isrof bo'lmaydi, suvning hajmi o'ta ko'p ketmaydi o'shunda. Xonadonda tomorqachilikka ilm asosida yondashilib chorvachilik chiqindilaridan biogumus tayyorlanmoqda. Bu esa ko'chat yetishtirish va qo'shimcha daromad olishga xizmat qilmoqda. Biogumus bu tabiiy o'g'it hisoblanib, buni ham o'zimiz yo'lga qo'yganmiz. Hovlimizni bitta burchagida, arzimagan bitta burchagida yaxshigina daromad bo'lar ekan. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachangini olib kelib, o'sha o'zimizdagi chorvalardan chiqqan, o'zimizning nimalardan chiqqan mahsulotlardan foydalangan holda biogumusni ham yo'lga qo'ydik. Bugun ushbu tajriba mahallada keng ommalashib, zamonaviy dehqonchilik madaniyatini shakllanishiga zamin yaratmoqda. Bahodir Maqsudov, Abdurahmon Rashidov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan.